Jigarli ish bor. Bugun zavod va fabrikalar haqida. Shokolad fabrikasi bor, salfetka fabrikasi bor, gribe ishlab chiqaradigan fabrikasi bor. Xullas, bugun ishni zo'ri bor. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, albatta siz ishlik bo'lasiz. Chunki oyliklari ham minimum 1000 dollardan boshlab 1,5 ming, 1800 dollargacha. Ham erkak, ham ayol 18 yoshdan 48 yoshgacha. Ishimiz Moskvada ham bor, Moskovskiy oblastda ham bor, даже Kalujskiy oblastgacha ham bor. Akalar, ishoninglar, videoni albatta oxirigacha ko'rsanglar, bugun siz aynan ishli bo'lasiz. Albatta videoga bitta like bosib, kommentariyada Omad Zuhurdin so'zini yozib qo'yish esdan chiqmasin. Demak, biz boshladik. Moskva, Moskovskiy oblast hamda Sankt-Peterburgda yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, kimga ishonchli va bazada turadigan registratsiya, trudovой договор, уведомление, снилс, NN, deport zapret tekshirish va nima uchun deport bo'lgansiz, qachon deportingiz ochiladi, mana shu ma'lumotlar hamda dokument xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, 10 yil ish stajiga ega Avaz akamizga tavsiya beramiz. Quyidagi ekranda nomerlari turibdi. WhatsApp orqali bemalol aloqaga chiqinglar va o'z ishingizni mana shu Avaz akamiz orqali bemalol har doim bitirishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhurdin Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz. Mana bugun svejiy vakansiya 24-noyabr 2025-yil svejiy vakansiyalar keldi. Moskva, Moskovskiy oblast hamda Kalujskiy oblastdan keldi. Eng birinchisi Moskovskiy oblast, город Domodedovoda. Bu skalad AliExpress, bu yerga sborshik zakaz hamda kompletoshik kerak tezda yordamida. Yotog'i bepul, smenasi bez объем 3700. Bu yerda bilasizlar kompletoshik kerak AliExpressda. Ya'ni tovar yig'iladi tezda yordamida. Bu birinchisi. Ikkinchisi Narafamisk, Moskovskiy oblastda Детский мир bilasizlar, yosh bolalarning odejdasi, kiyimlari kompletoshik kerak. Bu yerga ham smenasi 3000 rubldan 5000 rublgacha. Ko'rasizlar. Сделка, ya'ni объемga ish bo'ladi. Bu yerda yotoq bepul, obed bepul. Keyingisi elektromontajnik. Xo'p, bu Moskvada joylashgan. Qani Moskvada elektromontajnik akalarimiz bormi? Xo'p, 8 soat ish vaqti, smenasi 5000 rubldan. Ko'rasizlar, bunaqasi hali hech qayerda chiqmagan. 8 soat ishga 5000 to'laydigan. Elektromontajniklar 5000 rubl 8 soatiga Moskvada ish. Xo'p, keyingisi Chexovda, Moskovskiy oblast Chexovda joylashgan. Demak, upakovshik kerak, smenasi 3300 rubldan. Patentga yordam berar ekan. Aynan mana shu Chexovda dokument yo'qlar bo'ladigan bo'lsa, aynan Chexovga boraman deydigan bo'lsalar, kompletoshik vakansiyasiga. Bu yerga dokument ham olib turib, keyin dokument qilib beraverar ekan. Endi Kalujskiy oblastga keladigan bo'lsak. Xo'p, Kalujskiy oblastda razrabochi kerak, shokolad fabrikasi. Shokolad fabrikasida yotoq joy bor, smenasi 3300 rubldan. Ya'ni shokolad fabrikasida razrabochilik qilish kerak. Keyingisi salfetka ishlab chiqaradigan fabrikada 3550 rubl smenasi. Upakovshik kerak va upakovshitsa kerak. Erkaklar ham, ayollar ham farqi yo'q. Xo'p, keyingisi yana plastovoy tara ishlab chiqaradigan joyga upakovshik, fassovshik kerak, smenasi 3800 rubldan. Bu ham Kalujskiy oblastda. Hozir faqat Kalujskiy oblast haqida gap ketyapti. Keyingisi yana o'sha joyga podrobodka kerak, 3200 rubldan liniyasi. Keyingisi mana bu qo'ziqorin terish, ya'ni fermalardan, teplitsalardan qo'ziqorin yig'ishtirish kerak. Smenasi 3000 rubldan, yotoq joy kvartirada, pitaniya bepul, yotoq bepul. Va o'sha joyda yana pogruzchik vakansiyasi bor, smenasi 5000 rubldan. Ko'rapsizlar, smenasi 5000 rubl pogruzchik. Pogruzchik o'sha kara va opti bor voditelь akalarimiz bo'ladigan bo'lsa. Hop, yotoq, registratsiya, jilyo o'sha besplatno beriladi. Faqat mana bu gribe ishlab chiqaradigan joy qo'ziqorinda 6000 rubl oylikdan ushlab qolinadi. Qolgan joylarda hamma joyda bepul beriladi. 18 yoshdan 48 yoshgacha erkak, ayol hammani qabul qiladi. Bu kompaniyada 900 dan ortiq O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarosi ishlayapti ekan. Bu degani tushunib oldinglarki, juda ham katta kompaniya va ruskiy kompaniya puliga aldamaydi. Glavni esa Moskva yoki Moskovskiy oblast patent yo bo'lmasa Kalujskiy oblast patenti bo'lishi shart. Aytib o'tgandek, Chexovda dokument yo'lini ham qabul qiladi, dokument qilib olaverasizlar. Xullas, ko'ryapsizlar, bu yerda informatsiya juda ham ko'p. Aynan kimga qaysi ish yoqishini men bilmayman. Shuning uchun iloji yo'q, aynan siz ham telefon qilishingizga to'g'ri keladi. Ya'niki bu yerda informatsiyalarni baribir to'g'ri qabul qila olganmisiz, qila olmaganmisiz bilmayman. Pastda raqamda turibdi, bir emas ikkita. Qaysi ish yoqqan bo'lsa, mana shu, misol uchun shokolad fabrikami yoki salfetka upakovkasimi yoki qo'ziqorin terish deysizmi? Qaysi ish yoqqan bo'lsa shuni aytasiz, unga qarab sizga yanada to'liq ma'lumot berishadi. Shunga qarab yoqsa, meni
aytgan gaplarim bilan ularning gapi to'g'ri chiqsa, keyin borib ishga joylashaverasizlar. Xullas, men nima demoqchiman? Yana bir bor iltimos telefon qiling. Bu yerda informatsiya ko'p, juda ham ko'p obyekt. Shuning uchun yaxshisi o'zingiz telefon qiling, yo bo'lmasam pastda Telegram silka bor. Mana shu aynan shu zavodda, shu katta fabrikani, shu katta kompaniyani o'zini Telegram kanali bor. Pastda silkada qoldiraman. Birinchi silkaga o'tib olsanglar Telegram kanalida o'sha joyda ham podrobniy informatsiyalar bor. Qaysi ish qachon chiqyapti, nima ishlar, qayerda qaysi vakansiyalarda nechta odam kerak. Mana shu kompaniya haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lib turasizlar. Yangi ishlari chiqsa ham. Shuning uchun pastda Telegram silkasiga o'tib olsanglar, o'sha joyda ham podrobniy informatsiya olsanglar bo'ladi. Xullas, bugunga mana shunaqa ajoyib yangiliklar edi. Albatta, o'sha videoda rasmlarni ko'rdinglar, o'sha yotoq joy sharoitlari. Inshaalloh Xudo xolasa keyingi efirlarda, keyingi videolarda ish jarayonlaridan ham asta-asta chiqarishda davom etamiz. Bu kompaniya bilan birgalikda hali ko'p ishlarni qilamiz. Shuning uchun tezda kimga ish kerak bo'ladigan bo'lsa, Moskvada ham bor, oblastda ham bor, farqi bemalol ekrandagi nomerga telefon qilsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, videomizni tarqatib qo'yishni unutmanglar. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, tez orada sizlar bilan 300 mingta bo'lamiz. Bunda sizlarga juda ham katta surprizim bor.